Heripi ailesideki sırdaş dostlar bilen tanışıp kalışını xalamsiz? Baş Yalğız Ayaq Oğlanma harfining har qaysi shakllari o'zining so'zlardagi o'rnini tunishtirsam deb atadi. Qanamsa diqqat qiling. Yarish bu andargilning atlas kengligi, chaqnab aksi aynakda echildi kengli. O'g'ri daraxt kesmakda osta daraxt oqi chidamay yig'lamoqda. Mehmetcan meynet balılağı üç, meynet balılağı Mehmetcan'a amrak. Meş'el kötürüp kelmekte es'et, gayret kıl gayret, tez nişanğı yet. Siz yuqorida üç harfning har qaysi shakllarini ko'rib bo'ldingiz. Endi bu harflarni birlashtirib bir necha so'z tuzib baqandiq. Ne'ga ani qo'shsa na bo'ladi. Na. T'ga ani qo'shsak ta bo'ladi. Ta. At. Aga nani qo'shsak ana bo'ladi. Ana. Aga tani qo'shsak ata bo'ladi. Ata. Bizning oila. Bizning uyda bobom, momam, opam, men va ukam qatorliq 6 odam bor. Bobom bilan momam dehqonchilik qiladi. Dadam zavodda ishlaydi. Opam o'qituvchi. Men 1-sinfda o'qiyman. Ukam nayda yig'langu. Kechqurun hammamiz jam bo'lib, kunduzi ko'rgan anglagan ishlar to'g'riliq paranglashimiz. Bugun men do'stlarim bilan o'ynagach, ko'rganlarimni she'r qilib yozib chiqdim. Aynak sirtar Salima, Meş'el oynar Azmet, Axlat töker Hanipe, Asad polni tazlıvet. Öydekiler bu şiirini anlap meni maqtab ketdi. Bizning aile pek mi baxtlik. Hammamiz bir-birimizga kuyinimiz. Men ailenizni intayin yaxshi ko'raman.